Nazar oğlum, bugün maaşını taqatqandı şirketden. Maaşım taqatdi. Undaq bolsa tezroq manga aytib bir ayolingni ko'rib qolmasin. O nemish qil maaşımla pul sana bitib bilma. Son arayda turmush pul beryapmanqa o'zinglarma. Pesi maaşın chiqyapti bo'lmasa. Qachon cho'nglasa. Buningdagi har oylik maoshingni menga aytib bersang men saqlab birmay emasmi? Necha pul maosh olganingni, necha pul tepayotganingni hargiz ayolingga bildirmaymi? Qizlarga qilgansan opa bu menga cho'p-cho'ng bo'lib qolganda men bir ayrim bir o'yinchoqlik bo'ldim. Endi o'zimning topgan pulimni, o'zimning maoshimni ayolimga demay kimga deyman de. Men sening o'z opang tursam, sening maoshing bilan topgan pulingni men saqlab bersam bexatarlik bo'lar. Opa bu men ajab xijillik qildirding-ku. Bu mening maoshim bilan topgan pulimni mayli ayolim saqlasin, mayli sen saqlab ber. Unda bek jiq pul emas bu talachqida aksan. Bexatarlik deganingni men faqat tushunmay qoldim-ku. Mush gapni tushunmadingmi? Bexatarlik bo'lib deganim, kunlarning birida ayoling senda yuz o'rib ajrashib ketib qolsa, bu pulning yerim uning tava bo'lib ketadi emasmi? Ya'ni kelib sen jafo tortib topgan bu pullarni ota-onasi xajlab pasqana qilsa. Opa bu sening hey sen bir ayol kuchtirib sen bu gaplarni desang endi bu opa bu mening topgan pulimni bu ayolimga saqlag'il bersam u saqlasin nima bo'pti? Bo'pti o'zining ota-onasiga ishlasin nima bo'pti? O mening qiynapam bilan qiynatam shu aran tasmish bir qizvalni 20-30 yil bekib cho'ng qilib, endi bir balaning bir rahatini ko'ramanmi-ki degan vaqtda men bu uyga to'y qilib yonib akavalsam. Endi kelganda bu mening topgan pulim bir ash kuzga bir ash kimga o'zining ota-onasiga xajlab bersin nima bo'pti? Ota-onasi shu xajlab berish orqali bizning ishlarimiz tekim yurishib ketadigan tursa, uning ustiga bu er ayol deganlar bir niyat, bir maqsadda bir ikkilisining muddasi, ikkilisining bir o'ylagan fikrlari bir yerda bo'lmasa bu qandaslik bir oila oldiga mangdi opa. Men uningdan yo'shirsam, u mendan yo'shirsa, hammamiz bir-birimizdan u huquqimsin, bu huquqimiz deb mishta o'tamdiqmi? Bu er ayol bir yer keldi degan gap, boshda yaxshi bir er bo'lganda, undan keyin yaxshi bir ayol yetishib chiqdi bu yerda. Bu meni ayolim ya ishlamasa, men uningga pul bermay nima ish qilaman? Onun iqtisodiga men ega bo'lmasam, uningga men ko'ngil bermasam, umi bir o'zi yaxshi ko'rgan narsani bir set ololmasa, u amsa kimga tayinadi? Ammo cho'ng, amda mishlar bir cho'p cho'ng bo'lib qolgandan keyin to'y qilib ketgandan keyin yana o'zining ota-onasiga opa-dada pul bertamda. Bolalar men aram oldim-chi. Uxlayman kirib. Vay, maaşım chiqibdi-ku. Hammasini sizga aytib o'tdim, juma. Nazar, har oylik maoshingizni menga aytib beryapsiz. Biroq o'ylaganlaringiz bormi nima? Agar o'ylaganlaringiz bo'lib qolsa, pul siz tutib bo'ldi, juma. Mening qanday o'ylaganlarim bo'lsin deysiz. Oilada cho'qaram. Bu maoshinimda ayoli saqlasa, yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Nima ish qilsangiz, bu pul o'g'il bolaning qo'li turib qolsa, ya u do'sti bilan bu sorunlar olib, yoki boshqa bir ishlarga xizmat kutadi. Ayolining qo'li tursangiz, shu ayol shu u pulni ya uyga ishlatadi, ya baliq ishlatadi. Uning ustiga siz uyda bo'lgandan keyin ya boshqa kirmanbangiz yo'q. Shunga endi biz erlarninki mush bir mas'uliyat nima desangiz, oilada sen qanday turib pul topmaysan, yoki sening maoshing yo'q emas, balki mush pulni ayolga berish orqali uni o'zidan yaxshi ko'rgan narsani ola oladi. Bu pulni faqat oila bilan baliqlar xizmat. Shunga haralik boshisi itbaga yerim shu. Bola o'kilni qilishmayapsiz, o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani olamiz, ha? Men sizga kelgandim. Shuni qilaman. Xo'sh. Iqror ko'rmalar. Bayattin degan gapimga qanday qarasizlar? Nurg'un oila ayollar bor-da, ularning hech qanday bir kirim manbasi yo'q. Ular hamda o'ziniki xijadigan ma'lum darajada ushaq mustaq bir xarajatlari bo'ladi. Hamda u pulni davomli erim men pul beraman yoki men bir yo'ldoshim pul bersikan degandek u gapni tegil sag'icha ularga mazroq bir o'zimizdan iqtisodiyotdan qo'limizga kelish ularning iqtisodini uzib qo'ymasa bu aile texmi bir mehr muhabbatga
Oynagan bo'ldi degan gapimga qanaqa qarasizlar? Gapingiz to'g'ri deysizlar. Bir talaq yurakni bezitib inkoslarni qilinglar. O'zimizning quvvat qarshimizdagi to'g'ri yoki xato ekanligini bilmayman. Rahmat sizlarga.